Hormayli qadrdonlar, assalomu alaykum. Mana Lexusimiz ham bitdi. Mana musor ham tushib qoldi. Mana ko'rinishi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aytib hop, ertaga ham mexanizatsiya qo'yishimiz kerak. Mana tunda ko'targanda stet ochilib qoladigan bo'ladi. Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? O'tgan safar bitgan videomizni, ishlarimizni obzor qila olmagandik. Mana periyamiz bitgan. Shoshib videoga ololmay qo'yganmiz. Stenkalari 8x8 bo'lgan. Oralardagi gullari marokand guldan bo'lgan. Mana ham stulka 8x8 bo'lgan. Balandligi 1.5 cm bo'lgan. 1.10 cm hisoblanadi stulkalari bilan birga. Mana bu qurilishlarini mana misol uchun ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli chiqqan. Bu yerda hech qanaqa bir teshik tuynigi oqib ketgan joylari yo'q. Bu xolis hammasi jo'sh chiqqan. Klientimizga yoqqan. Mana bu yerda ham bunaqa qilingan ishimiz bor. Bu rangi kumush rang bo'lgan. Bu kumushimiz qanaqadir xullas nimadir bo'lgan xullas. Bu ham to'g'rilayapti. Итальянский кумуши весачка. Итальянский кетот легали.